Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ikkinchi tartibli chiziqlarni amaliy mashg'uloti. Demak, ellips, giperbola va aylanalarga doir bittadan misol ko'rib o'tamiz. Birinchi misolimiz quyidagi ikkinchi tartibli egri chiziqni grafigini chizing. Ikkinchi tartibli chiziqni yozishimiz kerak edi, chiziq deb. Demak, tushunarli misol. 144 bu tomonga olib o'tamiz. Plyus o'tadi. 9x kvadrat 6y kvadrat barobar 144. 144 ga bo'lib o'ramiz ikkala tomonni har bir ifodasini. 9x kvadrat 144 16y kvadrat 144 144 bo'lingan 144. X kvadrat taqsim 16 y kvadrat taqsim 9 barobar 1. Demak, giperbolani kanonik tenglamasi kelib chiqdi. Giperbolani kanonik tenglamasini biz bilamiz. X kvadrat taqsim a kvadrat y kvadrat taqsim b kvadrat barobar 1 ekanligini. Fokusini topish uchun a kvadratga b kvadratni qo'shamiz. Va asimtotasini topish uchun plus minus b taqsim a x ekanligini ham bilamiz. A kvadrat bizda 16, b kvadrat 9 bo'ladigan bo'lsa, a plus minus 4, b plus minus 3 dan iborat. Fokusini topsak, a kvadrat plus b kvadrat. Ya'ni 16 ga 25 ni qo'shsak, 16 ga 9 ni qo'shsak, 25. Fokus nuqtalari birinchisi 5 ga 0, ikkinchisi minus 5 ga 0. Asimtotalari y barobar plus minus b taqsim a x. Demak, plus minus b deganimiz bizda 3, 4 ayimiz x. Grafikini yasaydigan bo'lsak, x, y. A katta o'q bo'yicha 4 va minus 4, demak 4 va minus 4. Kichik o'q bo'yicha 3 va minus 3. To'g'ri to'rtburchak, yordamchi to'g'ri to'rtburchakni chizamiz. Va asimtotalarini chizamiz. Y barobar 3 taqsim 4x demak. Yordamchi to'g'ri to'rtburchagimizda diagonallari bo'ladi. Fokuslarni belgilaymiz F1, F2 va grafikini chizamiz. Bilamizki, asimtotalarga yaqinlashuvchi chiziq bo'ladi. Katta o'qdan o'tadi. Demak, bu giperbolani grafiki shunday bo'ladi, shunday chiziladi. Giperbolada bilamizki, ekstrensiteti S taqsim A bo'ladi. S deganimiz bizda 5, A deganimiz 4. Birdan katta chiziq bo'ladi. Ikkinchi misolga o'tamiz. Ikkinchi misol quyidagi ikkinchi tartibli ikkinchi tartib chiziqni grafikini toping. Bunda ham chiziqli degan so'zimiz qolib ketibdi. 4x kvadrat plus 16 y kvadrat barobar 16. Bunda 16 ga bo'ladigan bo'lsak, 4x kvadrat taqsim 16, 16 y kvadrat taqsim 16 barobar 16 bo'lingan 16. Demak, bu bilan bu qisqardi 4, bu bilan bu qisqardi 1. X kvadrat taqsim 4 plus y kvadrat taqsim 1 barobar 1 degan ellipsimiz hosil bo'ldi. Ellips tenglamasini bilamiz. X kvadrat taqsim a kvadrat y kvadrat taqsim b kvadrat barobar
bir fokusini topadigan bo'lsak, a kvadrat minus b kvadratdan iborat bo'ladi. A kvadrat o'rnida bizda 4 turibdi, b kvadrat o'rnida 1 turibdi. A deganimiz katta yarim plus minus 2, b kichik yarim plus minus 1. S kvadratni topadigan bo'lsak, 4dan 1 ayirsak 3, s ildiz osti 3 plus minusda birinchi fokusimiz ildiz osti 3 ga 0, ikkinchi fokusimiz minus ildiz osti 3 ga 0. Ekstrensiziyeti s taqsim a bo'ladigan bo'lsak, ildiz osti 3 taqsim ayimiz 2 birdan kichik bo'lgan chiziq grafikini chizadigan bo'lsak, x ok bo'yicha 2 minus 2, y ok bo'yicha 1. Fokuslarni belgilaymiz. Demak, fokusi f1, f2. Mana shu grafiki shundan iborat bo'ladi. Uchinchi misolga o'tamiz. Bu yerda aylanadan iborat bo'ladi. Aylanani tenglamasini bilamiz. X minus a ni kvadrati plus y minus b ni kvadrati barobar r kvadratdan iborat. Ya'ni x kvadrat minus 2x plus 1 plus y kvadrat minus 2y. Birni qo'shamiz, birda ayiramiz. Sababi bu bo'ldi x plus minus 1 cos kvadrati. Bunisi bo'ldi y minus 1 cos kvadrati barobar 1 bo'ladi. 1 bu yoqqa o'tadi. Markazi demak 1 u 1 nuqtada radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana ekan. Chizadigan bo'lsak, markaz 1 1. Aylanani tenglamasi, aylanani grafikini chizamiz. Mana y x markaz. Ikkinchi tartib chiziqlar bo'yicha tushuntiradigan misollarimiz shundan iborat. Darsimiz tugadi. Hammaga rahmat.